Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarim. Avvalo hammalaringga salom. Mana ustozim. Endi men ham bedanaga nihoyat ishqiboz odamman. Yoshligimdan shu odamning orqasidan qatga o'g'ga borsa, orqasidan qidirib borardik. Bekinib bo'lsa ham, haydab borsa ham borardik. Shu insonni bir shogirdlaridanmiz. Mana Ahmad hoji akam hozir endi qarib qolib ancha-muncha endi baribir nima qilyapti? Bitta ikkita boqyapti. O'shanga mirzolim bedanadan borib bitta tanlab kelsam, dedi, ustoz bemalol borib xohlagangizni tanlab olib keling. Dedim, shunga hozir yana ham kechroq kelib qoldi, bedanalar sayrayapti. Ertaman nihoyat kuchli sayrayapti. Hozir sal bosilib qoldi. O'shanga hozir hoji akam kelgan ekan, o'shanga qaray hammamiz deb ko'ramiz, qani qaysinisini tanlarkin. Hoji aka, xush kelibsiz. Ertaroq kelganingizda zo'r bo'lardi. Yana kechroq kelib qoldingiz. O'shanga sizni o'shanga endi bedana ovozlarimiz ham ko'p. Shularga bir o'zingizni bir nimalaringizni eski da bo'lgan bir hodisalarni aytib bir xursand qilsak. Ikkimiz ham ishqiboz odam. Xudoga oshiq bo'lsa, u hech narsa unga to'g'ri kelmaydi. Unga dunyoni, yer yuzini tilloq qilib, tog'lar tilloq qilib berganda qarab qo'ymaydi. Xudo deydi. To'g'ri. Ana Rasulullohga bo'ladi ishq muhabbat. Ana u kishiga bo'lgan muhabbat ham shunaqa bo'ladi. Undan qolgan otga ishqiboz, bedanaga ishqiboz, hamma o'zini sohasida ishqiboz bo'lib boraveradi. Biz endi o'sha hammasini ko'rdingiz. O'zing bilasan, otga ishqiboz bo'ldik, 35 yil. Shu otga shug'ullandik. Yoshligimizdan o'sha 5 yoshligimizdan tortib shu bedana bilan mana eng yaqinda shuni qilmay qo'ydik. Bizi dadalarimiz ham shu bilan shug'ullangan. U vaqtlarda bizni opoqlarimiz ham shug'ullangan. Tizza qo'yilardi. U ajriqi kuzda tizza qo'yilardi. Tizzaqda ushalardi. Tizzaq loydan qilinardi. Unaqa albatta semun yo'q edi. Qattiq sag'iz loylardan qilardik, qo'yilardi. Opchiq talaga ajriqning ichiga qo'riq yerga qo'yilardi. Ana sayratmaning ichida sayragani u sayraveradi. 10 ta, 20 ta qator tortadigani bo'ladi. Bedanani tortadi. Bedani yovvoyini o'ziga tortadigani bo'ladi. U hammasi tortmaydi. O'sha tortadigani bir marta vavaq deganda tagiga tashlaydi ekan yovvoy. U makiyonmi, cho'jami, boshqami, shu vavaqlaganda biladi. O yovvoy uni tortimini tashlaydi. U o'sha bedana kechasi kuni sayraveradi. Bedanani qochiradigani bor. Sayraganda qochib ketadi. Uni qaqshatma deydi. Sayraveradi, haligi Mahmadani odam bo'ladi, gaplarsang gapini ma'nosi yo'q. Bezisa. Qochgin keladi. Bedana ham o'shani singari bo'ladi. Qochadi tagidan. Biz ko'rganmiz, shuni shug'ullanganmizda. Qochadi. Shu qaqshatma deydi otani. Endi bedanani turi ko'p. Endi har kim har xil ishqiboz. Ko'p odam vakalakka ishqiboz. Vakalak endi vakalak ham 3 xil bo'ladi, to'lasi, o'rta ovozi, ingichka ovozi bo'ladi. Vakalak salmog'i bo'ladi. Vakalak salmog'ini ham nihoyatda yopishtirib chiroyli qilib olgani juda odamni o'ziga yomon tortib yuboradi. Eng bedanani tez sayraydigani biz kattalarni bidirik degan. U yugurtmadan ham tez aytadi. Nihoyatda tez, bidirik deb qo'yadi. Ana u o'sha. Bundan keyin yugurtma turadi. Vakalak turadi. Vakalak salmoq turadi. Ana to'g'ri ovoz turadi. Patpaloq deydi, to'g'ri ovoz patpaloq deb. Ana salmoq, toblama kelma. Tomda sani bedanaga hozir eshitishimcha toblama. Bularcha to'g'ri ovoz ham chiqmayapti. Endi bu bedana ham shunaqaki ashillachiga o'xshaydi. Ashillachini bor tortib qoladi. Ashillachini ovozini eshitganda bo'lib qolsa ketgin kelmaydi-da. O'sha mana misoldan hozir Mumtoz, maqom Mumtozda aytsa, ko'p odam yangi chiqqan ashillachi bolalar bor, aytayapti, televizorda eshitsang, toshini odoq bo'lmaguncha o'yindan turgin kelmaydi. Misol, o'shanga muhabbat bo'ladi odamlar. Mana bizda endi o'sha eski ashillachilardan men senga biz eshitganlarda aytib bersam, Jo'raxon Sultonovlar, Mamirjon Uzoqovlar, mana o'shalar o'z davrining eng kuchli ashillachilar. Bedanani maynaqa zo'ri chiqsa deysan. Bedana mashina qo'yadi. Mashinaqasini ushab shunaqasini baqaman deb lekin talada yurasan-da kechasi o'sha 3 ta 2 da chiqib ketasan. Kun kechasi ham bor, kunduz ham shamkechi yalang'oyoq bo'lib shunaqa qilardik biz. Zakan ham qizga qiziq uyga kechib ketaverardik. Talama-tala qatta bedapaya bo'lsa, boshqa bo'lsa borib ovlab ushlab, lekin o'shanaqasi kam bo'ladi. Juda kam bo'ladi. Oldigidaqa bas. Yo'q, uni hozir bedana yo'q, o'sha ilgari biz mana shu o'zing bilasan. Mayli bedapalida, men doim makon bilan ushlardim. Bitta makon bilan ushlardim. Bitta ikkita makonni shu o'zingga moslaysan uni. O'zingga.
o'sha makon har xil bo'ladida. Talada aytadigan, talada aytmaydigan, yovvoyiga aytadigan, aytmaydigan uyda aytaveradi. Uyingda bedanaga jo'r tushib qoladi. Talada aytmaydi, o'shanga aytaveradi. Makonni baqqanda o'sha tortimligini bilib turib 10-15 o'zingga moslaysan. O'zingga. Deb qo'ysang aytaveradigan bo'lsa, sizdagi o'sha shunaqa edi. Ha, o'sha biznikilar men o'shanaqasini baqardim, doim o'shanaqa ishlatardim-da. O'shaning uchun hech qayerda dard qolmaysan. Qattiq bo'lsa 10 ta 20 ta bedana u bosgan bo'lsa, u yoqda turib makonni shunday bir marta aytsa, yetib uch bor tushadi, o'rniga kelib tushadi. Bu juda ko'p bo'ladi. Agar esingizda bo'lsa, biz Jabbar hoji akam bilan Voytak soat 3larda borib, kirkichib olib, to'rimizga kelganda siz yo'ldan kelib indamay, makon bilan shu ketgan. O'shanaqa, o'sha mana buncha unaqadan ko'p bo'lganda, o'sha agar bedanani eng yaxshisi bittadan sog'in siyir, bittadan yaxshi ot pulda turgan ilgarida. Biz shuni nechtasini bilamiz. Almashtirganini ham otga almashtiribdi, otga bermabdi, sog'in siyirga ber. Shu Eshonto'pdan chiqqan boybo'shnaga degan odam bor, o'tib ketdi, nosmish odam. O'g'illari, nevaralari bor. Shu odam aytgan, bir bedana chiqishatdan dedi. Pastda sayrasa hech qancha emas deydi. Oqtepadan eshitsin gumbulatib yuboradi. Bitta sog'in siyir berib, shatda almashtirib otani ishqivozni ko'ribdi. Ishqivoz. Bola chaqasiga sut, qatom, mol demasdan ishqivozda u. Unga hech narsani qizig'i yo'q-da. Shuni olib ketgan. Mana bitta gapni gapiraman mana. O'sha Rustam tog'ani bilasan, kiraman Rustam aka. Biz juda ko'p billa yurganmiz endi. Katta odam, biz juda ko'p billa yurganmiz, katta odam edi. Ariza billada borganman, juda ko'p yerlarga billa borganmiz. Yine Arap aka degan odam bor, Arap aka tirik. Shu aytadi, sahar dedi, Rustam aka chaqirib oldi deydi. Shunda 40 traktori bor, ne ish 49 mototsikl ham bor. Hozir Karl Marksda bir bedana chiqibdi. 3 kundan shaqasi ushlasholmayapti ekan, zo'rimiz. Shunga traktor yurgizdi, burgizib bordi deydi. Marks bilan Qortani o'rtasida Zakandi bag'ida bir tojik odam 3 gektar piyoz ekkan ekan deydi. Piyoz rasa bo'lgan, avgust oyida gap deydi bu. Bo'lib qolgan ekan deydi, tushdi yerga yortishib qoldi. Bedana jiddiy uryapti ekanda, ammo nihoyatda zo'r deydi. U tojik odam tanirkan, ha Rustam aka deya shunaqa masjidga chaqirib ushlab olsam, masjid bedanan deganiga ushlang debdi. Buni urinish ushalmayapti hech qanday shaqasi. Darrov bir quloch berarmiyatcha kalta ayri qildi deydi, makonni yakka aytardi uniki ham. Darrov oldi deydi, shu bedanani sayrashib bag'da ko'tarib deydi. Zakan dag'ida 300-400 metr sayrayotgan bedana guvvet kelib tagiga tushdi deydi. Piyozga tushdi, piyoz payga. Darrov torni yozdi deydi. Darrov ikkinchi aysiga bir makonni o'sha makonni ushlab oldi deydi. Haligi 4 ta 5 tadan 20 tacha odam hamma zakantuga katta zakanta. Baqa o'tolmay turibdi deydi. Ushalmay, o'sha bo'ldi, to'rga tushdi. Shunda orqadan Momoxon aka, o'sha nima Marg'ilonda otalar sog'oni bor mudiri bor, Momoxon aka degan eng Marg'ilonda otvozi ham bedana ovoz edi o'sha kishi. Ham Somorda mudir edi. Shu kishi otda turgan ekan deyapti. Rashidda qara kechasi kelgan ekan. O'sha bedanani ishqida kelganda u. Shunda kelib, uni yo'para qilib gaplashib, "Ha Rustam, Momoxon aka yaxshimisiz?" so'rashib, "Bedanani menga berchi" deb aytdi. To'rdan ajratib mana berdi, to'rlarda qismida qarab, vaqt o'tib qopti-da buni debdi. Bo'lmasa mana shu o'sha ashinga saqlab turdim men shuni. 2 kundan so'ng shuni kelaman, kim ushlasa mana shu ot shuniki. Deb shuna o'sha vaqt qarib qopti, 4-5 yasharga o'tib qopti. Bedana qorayib, qarib qopti. Endi men bir yil sayraydi, deb dedi. Shunaqa dedi Momoxon aka deb, bu Arab akam gapida, misolda gap shunaqa. Men o'zim mana ushladim, o'sha yaxshi bedanani ushladim, batto o'sha oxir vaqtda nihoyatda zo'r. Mavlonning nechtasi keldi, bermadim. O'sha Qosim akalar kelishib turishib oldi. Meni o'zim hafsalam so'ygan, bo'ldi endi bedamonchilik ham yosham o'tib qoldi deb berib yubordim. Keyin Qosim akadan o'sha so'rasam, "Bil" dedi, "Bultiramsa bil yomon to'kib yubordi akalarga" dedi. To'sa akalarga dedi. Unaqa bedana, 35-40 yil bedana o'shanaqa tushgan yo'q edi. Ana o'shanaqa chiqib qoladi, yo'q chiqib qoladi. Mana Ma'murjon aka, Jo'raxon aka, Tavakkal Qodirovlarni men Tavakkal Qodirov ashilasida bu akalar deb qo'yaman. Qaddi qomat kelishgan kalasi ham kichik, oqcha katta emasda, tappalar, ovoz qo'ng'iroq ovozda. O'sha bedanani ovozi vakilay yigitmanmi qanaqa qo'ydi, ovozi qo'ng'iroq ovoz bo'lsa, juda boshqacha chiqadi-da. Bu bedana shunaqa narsa, o'sha salmoq, toblama salmoq bo'lib sekin-sekin kelaveradi, pastga qarab tushib kelaveradi. Bilsangiz Rustam tog'a uni nimada yerda toruz ekan kapaga turadi. Men endi bedanalar tizaq qo'ygan. Boraman, borib tomosha qilib, borib torib so'yib beradi, yeb, vali tizaqlarni qarab, bedanalarni aqabaqa qilib turaman. O'sha yerda gapirib beradi. Mana dedi, vohaga chaqirishgan deydi. Bir shunaqa bedana bor ekan deydi, birov ushalmayapti deydi. Endi deydi, chaqirishdi, bordim deydi. Borib deydi, "Sam alamon birortasi ushalmagan deydi. Bo'lmasa voha qancha bizdan narada deydi. Endi men bitta nimada xolos deydi.
ya'ni makiyonda deydi. Makiyon bilan bo'ladi. Shuni to'g'ri yozib dedi, shuni shu oldim. O'sha dedi katta narxli bedan ekan dedi. O'shanaqa o'yladi. Men yo'q dedim dedi, o'sha arzonroq o'shalarga tashladim dedi bedanani dedi. Endi dedi agar mana makiyon dedi tortimni siz aytmoqchi tortimli zo'r hammasi ham sayyor edi. Tortimli zo'r tortim bo'lishi kerak-da. Bedana dedi bahsoli katta yer ichida tezak terganda gap deydi. Deb menga shuni aytdi. Mana o'sha biz yoshligimizda mana shunaqa kuzganlik vaqtida unda o'choqda oldi o'tirardik. Shunda men hozir 75-70 yoshda kelayotgan bo'lsam 5 yoshlik vaqtimni gapiryapman. Dadanim tizak qo'yardi, shu ho'liga otib, ot bor, ot kechasi olib chiqib quruqqa baylab, paxtanchiga ajriq sirab baylardi, tizak qo'yardi. 4 ta 4 ta tizakqa tushib, ertamin tushaverardi. Olib kelib, mana sani bedani, mana bu 4 ta tushib, makiyon tushibdi deb ko'rsatardi. Men o'zim ham bir kunda 4 ta 5 ta ushlaganman. To'g'ri, tizak nima, unda to'rmana, bundaqasi kelaman. Mana yetamda o'tib, bundaqasi aylanib kelib, kimchi paxtani ichida avval sayrab qoladi, birpasda makiyonni ushlab terib, yana qaytib kelib ishga suv qo'yamiz, qaytmay Oqtepalarga piyoda borardik. Misol nechma 78 larga borganmiz, yotib qolganmiz, qaytib poylab shu yaxsini ushlayman, eshitib qolib kechalari qolib BDPlarda ashuna qilib ish qilyapsiz. Endi shunaqada bu ish qilyapsizlik oson emas. Bir yil menga tizak qo'ydim o'zi. Tizakqa ish qilyapman, qo'yib nima qilsam sahar dadam aytib tushib qolibdi tizakqa. Tizakda loy tizak sudrab anaqa qilib ketibdi. Men xullas bir yil boqdik, boquvdik, sayradi. Nihoyatda o'zimizga qolgan vakalar ekan deng. Dadam aytib, "Oma tulay ekan tushgan." Hech narsa qilmaydi. Yosh bo'lsa tulay bo'lsa qilmaydi. Qop-qora ekan. O'shaning 4 yil baqdik. Ertaman bir og'zim sayrab qoldi. Hech sayramaydi ishlaveradi. Endi o'shani bitta yo'l Hasanga bitta o'shani aytaman. Hozir bitta o'sha bu odamda didi ortiq bo'lar ekan. Biz ham shuncha men bedanan yaxshi ajratardik, o'shanchalik emas. Men o'sha anu hozir bor o'sha odam 80 ga borib qoldi. Eshonaka deb qo'yamiz, Saydarxonning xonavotda. O'sha men makiyonda ushlayman, u ishqibos mototsiklda keladi, bedanada. Saqar bedan vaqtida keladi, kelib meni olib ketadi. Bu bag'i aerodrom bilasan, uni Qo'rsoqolda aerodromi bag'i qum buni hali ichkarilarga kirib 70 ashag'larga bor. Mana u yangi nima tomonga, Paravda Parsiz deymiz, mana u Yazonni etak tomonda bir yerga hech qayerda mana kun ko'tarilib qoldi. Borsak, bedan bug'doyda o'rgan ekan, bedasi bir qarashdan bo'lib qolgan ekan. Kun ko'tarilib qoldi, hech qayerdan evlanmadi bedan. Bir kirkish olsam BDP'nin içinde hangi bedanın içinde bir bedan sayrab qoldi. Maynova sayrab. Darrov to'g'ri yozib ushladik. Bola cho'ji ekan, mashinaga keladi. Hali bu o'g'lari sari qaytmoqda. Yangi sayrab chiqqan ekan. Juda ham bola. Darrov xaltaga soldik. Xaltaga solib, to'g'ri yig'ishtirmasdan turib, mashaqdan bir yugurtma sayradi. Et to'xtatib yubordi hamma yo'qni. Men aytdim, qovunga ekkan ekan-da, kapadi ekan dedim. Agar nech bo'lsa olamiz eshon aka shuni dedim. Ha, juda boshqa narsa. Bunaqa bir o'tirgan bedana yo'q. Shunaqangi ser ko'rish. Eshonaka dedim, ana shu bedanlarni dedim, boramiz dedim, hozir dedim, nech bo'lsa olamiz dedim. Bu kapadiya bedanaga o'xshayapti dedim. Buni to'rda chiqib, shu 50 metr yurganimiz yo'q-da. Bunday qarasam, ikkita bedana oldimizda, birini ketib, biri quvib ketyapti, tepada ketyapti. Ha, ana bedanani qarang, uchib ketyapti. Shunda bittasi pastga tashladi, o'tib ketdi bittasi. Ne qarasam, qarqonoq ekan orqasidagi. Bedanani qarqonoq quvib ketgan ekan. Shu vaqt sayradi. Bir balali do'maga hech qancha emas. Orqasida bir 70-80 so'z torz ekkan ekan, torz zamanchadan kalla deb kelib qo'ygan ekan. Torz payga tashlagan ekan. O'sha bedan, ha? Yo'q ekan. U eshon akamni yaxshi 10-qaltiyadan bo'lgan ilashma to'g'ri bor, darrov katta yozdi-ku, makiyonlar shunda tiqdim. Yo'q deyishga aytdi, darrov kelib tushdi, partada ushladik. Bir qarish keladigan bedana, katta bedana ajratib to'rlarga yig'ishtirdim. U Saydarxon aka degan yigit, Saydarxon akam aytdiki, "Ahmadjon shu bedana sayramaydi" dedi. Hali xaltaga solgan yo'q, yig'ishtirib olib. Qat'iy gap, ish deysiz. Buni ovozini yog'dirib yubordi-yu, biz pulga olsam olamiz keladi deysam. Dadam aytdi dedi. Dadasi ham bedana olgan ekanda. Shu bedana sayramaydi. Nimaga sayramaydi? Dedim, bedana ko'kpar bo'lsa, u ikkovi do'ng'asasi keng bo'lsa, sayramaydi. Qovoqda sayramaydi degan ekan. Shunaqa degan ekan. Ha, bo'pti dedim. Xaltaga soldik. Men sho'janim, men ham sho'ja yetakchi dedim, men ham soldik. Uyga keldik, men xona eshigimni tushirib eshon aka dedim, endi qaysinisini olasiz endi? Buni may sayraydigan olasizmi, sayramaydigan olasizmi desam, turib, "Yo'q, ana shu" dedi. Yaxshi. Sayramas ham urinib ko'raylik. Ha, sayramaydi deyapsiz desam, bu urinib ko'raylik shunga" dedi. O'shani gapi to'g'ri chiqdi. 8 oyda ham sayramadi. Voy, 8 oyda ham sayramadi. Ishonmadi. Mana 10 ta bedanan borsa, kecha ham bor bedan to'xtamayapti, sayrayapti. Bedanani olib keling dedim, bedanani menga berdi. Olib kelib men 4 oy urindim. Keyin Tudal Polvonning Tudal Polvonning 10 ta bedanasi bor. Eshittirib turadi bizga. U ham sayr bir marta bittalik dedi menda xolos, salmoq bo'g'i qaytib
o'sha bedana sayramadi. O'shanda o'sha odamga gapiga tan berganmanki, ko'kpar bo'lsa, mana ego tomon keyin dong'azasi keyin dadasi aytgan ekan buni. Tajriba endi bu. Men shuni ko'rdim shuni. Ha, haligi birinchi o'sha bola cho'ja 3 kunda sayradi. 3 kunda sayradi, qo'qa solib qo'ydi, shu to'g'ri sayram, to'xtamasdan sayraverdi. Xonavotdan o'sha pila nimasi bor edi, toshalaka degan. Serpil tayda 06 vaqtda ishimda yo'q, 03 ko'k baklan sigirasi bor, har kuni keladi. Oxiri sotmayman dedim. Dadam ish qilyapti dedim. Sotmayman dedim. Dadam ish qilyapti. Keyin men oxiri bitta shunaqa bedan topni bor, hay Sadullaga tojidan. O'shanaqa top berib olib berdim-u, aytdi-da, "Ya, unga baribir o'xshamaydi, u boshqa. Qara, ish qilyapti" dedi. Ertamidan dedi, sahar turib dedi, kelib maytaqataragimiz bor, asfaltda bo'ldi. Shattat eshitaman seni bedaning dedi. Eshitib, odamlar yurganda xijolat olaman, uyatib, sekin ketib, har kuni kelib eshitaman. Mana ish qilyapti, odam onda qo'yadi. Ha, qo'ygan bedangiz Bakda eshitdilar. Ha, men Rustam banga anu nimada Shipangda turganmi? O'sha yerda aytadi, seni bedaningda hozir kelyapman shu yerda. Papalang saylaydigani bor. Kelardi. Keladi, o'sha kelardi. Mas Ahmad akamga ham, Hoji akamga yetib borsin deb Osmonni barat qilib olib, o'shaga jo'r bo'lsin deb mayli ovor edi vatda. O'sha aysan bir bedanini talashib qolding, senlar ushlashib olding. O'shani aytaymi? Aytib bering. Maytda yangi uylanganman-u, dadam maytdan eski uyimiz bor edi, shunday kelib, daq Mirzolim tur dedi. Ha, desam, tur bedana sayrab quloq sol dedi. Shunday quloq solsam, men nimaga sayrayapti-da? Boshqa narsa aytdi. Boshqa narsaga sayrayapti. Men tushib kelaman dedim, to'rda oldim, makonda oldim, magnitofonimni oldim, ketdim. Borsam o'sha yerda bedapani chekada artizon bor. Artizonni sharsharasidan sal tinchroq nariga borib turib, to'rda yozib shu sayrayotgan narsaga magnitofonda shunday qo'ydim, kelib aka tushdi 5-6 metr nariga. Shu kirkir makonda qo'yaman kelmaydi. Bir vaqt bunga qarasam, bir katta odam sahar kechasi ship qilib turib, yo'limga kelib turib, to'rga ayib qoldi. To'rga yo'dim, shunda qarasam siz ekansiz. Qorong'i edi. Qorong'i edi. Endi Ahmad akamiz ikkovimiz ham gaplashib, ikkovimiz urindik. Urindik, men aytdim, "Ya bu hozir ushalmas, hozir ushlasaydi deb Ahmad akam ketadi" dedi. Undan ko'ra aqa-baqa dedim, yangi tegib turib, to'g'ri gap sizni yangitdim. Ya, shu magnitofonni qo'ydim, birlashib qo'ygan bo'ldik. Shu bilan uyga kelib turib dadamga aytdim, "Dada" dedim, "U yomon ham zo'r bedana" dedim, "Ahmad akam eshitmagan" dedim. "Buni shu olmasam bo'lmaydi" dedim. Hammani jiyanlarimni olib borib suzdirib, shansiz ba'da kasalga bedani o'ryapti. Traktorda oldiga tushib sayraveradi. Qolagan joyga borib sayraydi. Oxiri zakanda ag'ga o'tib sayrashni boshladi. Ya, bedetdan. Ha, ag'am bedot o'ti yo'q bedi. Aqa o'tib shu oldim. Shu olgandagi ani jiyanlar bilan. O'sha kuni to'rqoqqa solib shuni tomgada behilar bor edi. Dadam behiga yildi. Yuvashtirmadik ham. Serxurishdi u. O'sha kundan sayrash bo'ldi. Shuna beri ham bo'larkan. Bo'ladi, o'sha serxurish. O'sha kuni o'shani sherigi bor edi. Sherigini maydaraq edi. Nari tomondan men ushladim. 2 kun burun ushladim. U ham tulak edi. O'sha shomda kelyapsam, bedana sayrab qoldim. Maydaraq ekan, o'shani sherigi ekan. Endi ushladik. Ertaman yana sahar bedanaga chiqib ketib qoldim. Bir zo'r o'sha, nari tomonda ahin singar bir zo'r sayr. Ujja pesh edi u. Sayroqdi. Dadam bundaqa ko'tarib borsam, uni kun ko'tarib qo'ygan. Uni xaltada bedana bormi? To'g'risam, sayrayapti, qo'qa solib qo'ygan o'shanda dedi. Xaltada sayragan ekan, hech kimga bedana. Solib qo'ydi, to'xtamay sayraverdi o'sha. Serxurishda o'sha. U haligini burchakdan o'sha 9-8 shipang bo'lardi, nasoslarni. Ruj ekan. Odamdan barat ekanda, to'g'ri kichkinalik qilib sindirdim rojni egib. Yu tashaganimda kirdi to'rga. Oyog'im to'g'ri borib bedana urib chiqib chiqarib yuborib, qaytib u bedana kelmadi. Qaytib kelmadi. Makonga ham kelmadi. Keyin yo'q bo'ldi o'sha bedana. U sandagini kechasi men san'at marsi yozsam 2 bormi deykin. Yozdik ekan. U men bu ag'ini eshitsan. Turdim, dadam hali jiq o'rtada ayvonda yotardi. O'sha nasosda ag'idami, mozorda yo'ldami, qatta bedana sayrasa, juda quloq yaxshi eshitardi. To'ra Ahmadjon, ha, u salmog'ligini qanaqa 2 og'zim sayrab, 3 og'zim sayradi o'sha yerda dirdi. To'rda dedi, maqda bir bedana tur dedi. Kalishot uzun kalishot kiydim, makallarni olib, hozir o'shadan qudrat qo'lisiga o'tib bir kekirgursam, o'sha yerdan 3 kelib tushdi, oldimga tushdi. Yalangda hech narsa yo'q. Hech narsa yo'q, ya'ni bo'lmadi, turib bedana qaytib yana o'shga sayrab qoldi. O'sam, u piris ekan. Nari tomoni piris qilingan ekan. Pirisni ichidagi men 4 yil ekan, eplab bo'lmadi. Ha, uni o'sha san tomonga keyin bedana makjon san magnitofonda qo'ygandan keyin bedana 3 bordi. 3 borgandan keyin men san ko'rganim qorong'ida endi. U ichki qarish 1,5 qarish bo'lgan birinchi o'rgan yeri. Bu vaqt to'g'ri yozsam, ne sharpa qilib qolib, ne qarasam, u san ekomiz yonma yozgan ekanmiz. Nasib san degan, san yaxshi sayratding. U boshqa bedana. 4 yil sayratdi. Yaxshi sayratdi.
yaxshi sayraydi. Qishda dam olay demas ekan, tugasa ham qizig'i yo'q ekan, boshqa qiziq. Sayri olar ekan. Men o'shunaqa bedalar ko'rmadim-da. Mana u o'sha hozir Saidon aka deganim, Saidon aka aytadi, u nariyog'i Aramazor yerida, nari Bavxona otdi yer, o'rta chegara bor. Restoran tomonda aytaman. O'tsam dedi, nari tomonda bir begona sayrayapti deydi. Hazrajon qo'ng'iroq vakalat. Nihoyatdan toza kuchli sayrayapti deydi. Zakandan kechib o'sam bir odam G'ofur tog'a degan odam bor, G'ofur bedana vazirda. Uni sojalarda qudasi bo'ladi. Katta odam, yosh katta odam, urush qatnashchisi. Ko'p ko'rganman talada. O'sha odam urinyapti dedi. Yine qarab turdim. Desam, "Ya, jiyanim baqaka" deb aytdi dedi. Men sudrayim, to'g'ri sudrayim, bir pasda bosdi dedi. Bedanada dardim qoldi dedi hali endi. Zo'rda uni ovozi nihoyatda zo'r. Bedananing shunaqa tog'a bedanani soting desa, "Yo'q, sotmayman" dedi. Udsam bo'lmadi, butsam bo'lmadi, da qaradim dedi. Qarab turib, to'g'ri yig'ishlaganda begani bir cho'rak sop ketdim dedi. Sop ketdim. Velosiped zakandag'i deydi. "Ha, so'kingancha qoldi, yetolmaydi menga." Zakandacha o'tib sop ketdim. Uyga borib bitta qovoqdek bedanani shart oldim u deydi. Ishqibozchilik desam, ha, unga qovoqqa solib turib, xaltaga solib suvda purkab, xaltaga solib yetib keldim. Kelsa ham o'sha o'tirib degan o'shada so'kinib. Va tog'a, bedanani uyini nima desa o'qiyapti deydi. Bo'lmaydi. Buncha 10 so'm beraman, 10 so'm pul kuchli pul. 2 so'mga bitta bedana beradi, bozor 50 makon 50 tiyin o'sha vaqtda. Desam bo'lmaydi deydi. Ha, bo'pti, olmasam, mana oling bedanangizni. Olib borsam bedana o'lib qolibdi deydi. Hali ichimda dam qilib o'lib qolibdi deydi. Ya mana bedana ham o'lib qolgan ekan. Men ham desam, "To'xta, olib kel. 10 so'm deb olsam olib kel." O'sha bedanani 5 yil sayrasa. Oxiri men 5 oy 6 oy sayrayapman vakalayda, o'zini aytib chiroyli bir boshqa narsada u endi. Lekin shuni baxma. Sen baxma shuni demagan. Nimaga? Ehtimol bizni ko'nglimiz sovib qoladi deganmi, o'sha nima bo'lib qolgan dedi o'zini fikri baxma demagan-da misolan. Otni ham misolan otni uloqqa deb qiyin baqish. Uloqqa degan joy qattiq bo'ladi, uloqqa degan baqqan. Lekin ishqibozchilik unga unamaydi. Ishqiboz bo'lganidan keyin ag'i bilan peshonamizdan ko'rdik, ma'na aytiladi endi. To'g'ri gap endi bu. Shuni to'g'risida mana dadasi opoqimiz shunga ishqiboz bo'lgan ekan. Dadam ishqiboz bo'lgan ekan. Undan keyin men ishqiboz bo'ldim. Mendan keyin hozirgi o'g'lim ishqiboz. Endi men aytaman, dadam aytardi. O'g'lim, men ishqiboz bo'ldim, men dadam ishqiboz bo'ldi. Bunga qiziqmadirdi. Ochig'ida, o'shanaqa ishqiboz. Nimaga qiziqma deyapsiz desam, sen bunga qiziqsang tirikchilikdan qolib ketasan" dedi. Nimaga qolib ketaman? Ketaman dedi. Hamma safar bu paytda dalaga chiqquncha agaratida ishini qilib, dedi, pomidorini chopib, bargarini chopib, agaratini o'tini yo'qotib, shunaqa ishini qiladi. Sen nimada beda qo'yadi desa, safar qorong'ida sham kechib yurasan deb mashina adirdi-yu, siz aytmoqchi ishqibozchilik. Ishqibozchilik. Men eshitganim yo'q, eshitdim. Bir qator eshitdim. Endi men hozir ana kamerani shunday ash bedanalarga nima hozir 10 ta bedana bor batda. 10 tadan obunachilarim mana 10 ta bedanam bor. Shundan hozir mana o'zim ustozimga bitta tanlaganingizni oling deganman. O'shani hozir tanlaganini olib ketadi. O'shanga endi sizlar hozir ovozini eshityapsizlar-ku, bedanani qovog'ini terganlar yo'q, men hozir videoni shuni aqab buraman, olib ko'rasizlar. Endi qolganlarini eshitmadim. Men 3 tasini 4 tasini sayrayapman. Hozircha asosiy yaxshi sayraganim endi menga yoqqani nimaga ajratib qo'ygan. O'sha Salmoq aka toblama ekan. Toblama. Endi yana bitta o'sha ham toblama ekan. O'sha ham toblama. O'risa sal yugurtmaroq, qarang. Tangratargan. Nimadan ikkinchisi. Aka ham turibman unda ilinib. Bu taktarayroq aka. Salmoq. Qani qo'llarni yasa eshitaylikchi.